Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunda toza zotlik qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga qo'chqorda 2 dona tozasidan atganmiz. Shuni qo'ldan yangicha video obzor qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga yangi obuna bo'lib tursalaring, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, bugungi videomizda Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'zimizning orada boqilyapti turgan qo'chqorlardan video obzor qilyapmiz. Akalar, bular kelganiga 5-6 oycha bo'lib qolgan. O'zimiz shu Qirg'izistondan terib akilganmiz. Shu qo'ylardan boqilyapti turgan qo'ylardan. Razrezlari o'ta kelishgan. Bunlar ham o'ta kelishgan jonivor. Bular ham butun. Tishini ham ochgan uchun boshlari qo'zi hali chiqarmagan. Yoshlari 12 oylik atrofida. Yeb-ichishlari garantiyalari bor. Qo'llari butun, o'ta kelishgan. Iliklari baquvvat, to'shlar chiqqan qo'y. Qo'y holat o'ta kelishgan. Iliklari baquvvat, yeb-ichishlariga bir haftagacha sinov orasida uylariga borganda yeb-ichishlardan nuqsonlari yo'q. Razrezlari ham o'ta joyida. Hop, buni bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 85 kilo orasizlar. Aniq o'zimiz o'lchaganimiz yo'q hali. Jonivor o'ta chars. Ularni ko'rsangiz keladigandan. Hop, zotga boqaman deganlar uchun tavsiya qilib qolamiz, faqat qo'yga qo'shgani. Yaxshi sog'lig'ingiz bo'lsa, shuni qo'shgani. Qo'yga qo'shgani o'sha bir dona sog'liq yaxshisidan olib kelib qo'shsalaring, zot olib yuraman deganlarga o'ta zo'r variantidan topamiz. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxlari $550. Telefon qilsalaring ishlaring bitadi, aloqa chiqarasizlar shoshilib. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab aloqa chiqarasizlar, yetkazib olib beramiz. Akalar, bu birinchi qo'chqorimiz edi, ikkinchisiga ham o'ta zo'ridan bor, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana akalar, ikkinchi partiyamizga qo'chqorni yanada go'zalidan. Yuzlari o'ta tiniq tushgan. Mana akalar, qo'chqorimiz o'ta go'zalidan. Joniga borgizmayapti. Karbonoslari o'ta kelishgan, oyoqlari baquvvatidan. Nargindan katta bu. Tushlari o'ta chiqqan. Umurlari bor buni. Bu ham qo'zi, hali 12 oylik. Bo'ylari buniki 85 plus. Kelishgan. Razrezlari ham joyida. Shunisidan bir dona bu ham shu kelganiga 5-6 oycha bo'lib qolgan. Bu ham shu Qirg'izistondan olib o'tganmiz uni. Shu an sherigidan, bu kattarog'idan so'raganlarga go'zal variantda. Hop, buni ham yeb-ichishlariga bir haftagacha garantiyali bor. Uylaringga borganda bir hafta sinov orasida tozasidan qo'yib qo'shgani tavsiya qilib qolamiz. Yaxshi sog'liqlaring bo'lsa, qo'shib qo'yib zot olib uzoq vaqt yetalab yuradiganlarga, hali tish buzmagan o'ta go'zal variantdan bir dona keldi o'zi mana. Tozasidan. Faqat zotga bular. Qo'shib bo'lmaydi. Turushlari ham aytib turibdi o'zi qo'ydi. Qo'y tushunadigan odam bir marta ko'rib tushunib olaveradi. Go'zal variantdan jonivor. Faqat zotga. Hop, buni ham narxiga keladigan bo'lsak, narxlari buniki $600. Telefon qilaverasizlar. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bunisi ham. Shoshilib aloqa chiqarasizlar, 2 dona. Ozgina zotga, faqat shu zotligidan boqaman deganlar uchun tavsiya qilib qolamiz. Kimga qo'ylarimiz yoqqan bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, shoshilib. Bugungi video akalar shular. Videoda xato kamchilik ketgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalga obuna bo'lib tursalaring, bundan da go'zallarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.